Hozirda paroksizimal taxikardiyalarning to'liq davosi O'zbekistonda mavjud. Ya'ni agarda sizni yurak to'satdan tez urishi bezovta qilsa, bu kasallikdan bitta amaliyot orqali bir umrga qutulishingiz mumkin. Bu amaliyotning nomi radiochastotali ablatsiya hisoblanadi. Ya'ni bu amaliyot narkozsiz, hech qayerda kesmalarsiz, oddiy demak tomiriga teshib, maxsus kateter, ya'ni biz simlarimizni yurakning ichiga olib boramiz va sizga paroksizimal taxikardiyaga sabab bo'luvchi nuqtani topamiz. O'sha nuqtani kuydirib qo'ysak, ertaga sizni hech qanaqa taxikardiya xurujlari boshqa bezovta qilmaydi. Amaliyotning effektivligi, ya'ni samaradorligi juda yuqori. 95% dan 97% gacha. Bu 100 ta kasaldan 97 tasi bir umrga muammosidan xalos bo'ladi degan. Amaliyotdan ko'rishingiz mumkin bo'lgan zararingiz, ya'ni amaliyotning asorati 1% gacha, ya'ni 100 ta kasaldan amaliyotimiz faqat bitta bemorga zarar tegishi mumkin. O'sha zarar tekkan bemorni ham demak asoratni o'z vaqtida to'g'ri davolasak, asoratni ham davolash imkoni mavjud. Shuning uchun aziz do'stlar, agarda sizda shunaqa muammolar mavjud bo'lsa, bu muammo bilan qiynalib yurishingizga arzimaydi. O'z vaqtida aritmologga murojaat qiling va bu muammodan bir umrga butunlay qutuling.